Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hop, mana bugungi sanamiz 13-may 2025-yil sanasiga mevali ko'chatlarimizni mana shakl berib bo'ldik. 65 santimetrga shakl berib, birinchi suyini ochdik, xudo xolasa. Mana 13-may sanasiga birinchi suyini berdik. Shaftoli ko'chatlarimizni, barcha ko'chatlarni shakl berib bo'ldik. Mana shu holatda mana. Bo'yga yetmaganlarni yana bir qo'rqib shakl berib chiqiladi. Mana shakl bergan holatimizdagi ko'chatimizni, mana ko'chatimizda 3 ta shox qoldiramiz. Qolganini olib tashlaymiz. Shakl bergandan keyin 3 ta shox qoldiramiz. Mana 65 santimetrga kalla berganmiz. 3 ta shox qo'yamiz mana. Mana 4 ta 5 ta qo'yish ham mumkin, lekin ko'chatni avjiga ta'sir qiladi. Shuning uchun 3 ta shoxni chiroyli katta qiladi. 1 yoshli ko'chat endi mana birinchi yosh ketyapti. Kuzga borib 1 yosh bo'ladi. Noyabr oyiga tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Shaftollarning 5 xili bor. Olma bor, gilos, sliva, qora g'aynali, bodommi, qaymoq, Ozarbayjon turlari bor. Mana hozir qizaloylar shaftolimiz tagida meva ham sug'organ mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Pastki qismida meva ham sug'organ. Aslida bu meva mana ko'chatga ta'sir qiladi, kuchini oladi. Bitta ikkita qiziqishga qoldirganmiz. Ko'chatni katta qilma deyishadi, quvvatini qo'yadi. Mana qora g'aynali ko'chatlarimiz. Bu ko'chatlarimiz kalladagi mana sal oldinroq kalla berilgan. Bo'yga yetganligi sababli mana yangi shoxlarni chiqarish boshlagan. Serbiya qora g'aynali, nok, gilos mana hammasiga kalla berganmiz. Bugun 13-may sanasiga atirgul payvand qilyapmiz. Bahorga ulama atirgul payvand qilyapmiz. Bir haftadan keyin yo'voy qismini olib tashlaymiz. Ya'ni shipini qiyamiz. Mana shu joyga yangi ko'z solganmiz. Hop. Qizil gulli mana hozir burgun degan sortidan ulayapmiz. Hop, keyingisida mana sortdan ulaymiz. Atirgulli. Juda bargi qalin. Chiroyli. Mana shu yangi surxi kurtak. Shuni mana bargini tagida ko'z bor. Kichkina ko'zini ulaymiz. Noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Kimgadir qanaqadir ko'chatlar kerak bo'lsa, ishonchli, xudo xolasa bemalol murojaat qilarsizlar. Namangan viloyati Uychi tumanida o'zimiz yetishtiramiz, dehqonchilik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, layklardan bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.